sen kechikkaning yo'q. Ayni munosib vaqtisan. Bir yigit bo'ydoq edi, 20 yoshda uylandi. 10 yildan so'ng farzand ko'rdi. Boshqa bir yigit 30 yoshda uylandi, 1 yildan so'ng farzand ko'rdi. Bir qiz 22 yoshida turmushga chiqdi. Eri uni baxtsiz qildi. Boshqa bir qiz yoshi o'tib 33 yoshida turmushga chiqdi. Eri uni saodatli qildi. Bir yigit 22 yoshida universitetni bitirdi, ammo 5 yildan so'ng ish topdi. Boshqa bir yigit 27 yoshida bitirdi, ammo bitirishi bilan o'zi xohlagan ishga joylashdi. O'z vaqtingni qadriga yet. Ba'zan boshqalar sendan o'zib ketgandek yoki ortda qolib ketgandek tuyuladi. Bilginki, sen hech kimdan oldin emassan va bir vaqtning o'zida hech kimdan ortda ham emassan. Sen Alloh sen uchun belgilagan vaqtda amal qilyapsan. Bemalol va xotirjam yasha. Zamon Allohning qo'lidagi vasiladir. Uni o'zi xohlaganidek yurg'izadi. Senga o'zi xohlagan narsani vaqti yetganida ato qiladi. Uning huzurida hamma narsa o'lchoqlikdir.